Dastlabki agrar jamiyatlarda madaniyat omon qolish bilan uzviy bog'liq edi. Afsonalar va marosimlar dehqonchilik taqvimlari hamda ijtimoiy me'yorlarni kodlagan. G'orda tushirilgan suratlar va og'zaki eposlar esa qabilalar orasida umumiy o'zlik tuyg'usini shakllantirgan. Keyinchalik jamiyatlar qirollik va imperiyalarga aylanib borgan sari hukmdorlar badiiy ijodning asosiy homiylariga aylanishdi. Ulkan ibodatxonalar, saroy she'riyati va ilohiy musiqa iyerarxik qadriyatlarni mustahkamlab, madaniyatni yuqoridan pastga qarata uzatadigan, ma'nolarni esa qat'iy nazorat qilinadigan jarayonga aylantirdi. Lekin 15-asrda bosmaxonaning ixtiro qilinishi ushbu tuzumni parchalanishiga olib keladi. Endi matnlar saroy va diniy tashkilotlardan tashqarida ham erkin aylanib yura oladigan bo'ldi. Aholining savodxonlik darajasi oshib borarkan, odamlar, oddiy xalq ham ijod qila boshladi. Oddiy insonlar hayotini madh etuvchi romanlar, ko'cha teatri sahnalari va balladalar yaratila boshladi. Ushbu madaniy inqilob pop madaniyat uchun poydevor yaratdi hamda xalq tomonidan, xalq uchun shiori ostida keng yoyildi. 19-asrda sanoatlashish va shaharsozlik bunyodkorligi ushbu ijtimoiy harakatlarni gullab-yashnagan madaniy bozorga aylantirdi. Avtomatlashtirilgan zavodlar ishchilar hayotida bo'sh vaqt yaratdi. Arzon gazeta va Penny Dreadful kabi uzun hikoyalar chop etadigan arzon adabiyot ishchi sinfning zerikishini bartaraf etishiga xizmat qila boshladi. Xo'sh, ushbu madaniy jarayonlar o'zi nimasi bilan muhim edi? Gap shundaki, endi madaniy hokimiyat faqat zodagonlar yoki diniy institutlargagina tegishli bo'lmay, balki xalqning qo'liga o'ta boshladi. O'rtacha savodxonlik va daromadning o'sishi bilan madaniyatni yaratish va iste'mol qilish ko'lami ham kengaydi. 20-asrning texnologik inqiloblari bu demokratlashuvni yanada tezlashtirdi. Radio to'lqinlar bir xil musiqa va yangiliklar bilan uzoq qishloq va shaharlarni bog'lab, milliy did yaratdi. Gollivudning studiya tizimi aktyorlarni yulduzlarga aylantirdi. Savdo do'konlaridagi jurnallar esa millionlab odamlarga jozibali turmush obrazini sotdi. Televizor kabi ixtiro nafaqat ko'ngilocharlik bilan shug'ullandi, balki odamlarni umumiy madaniyat bilan bog'lab, ijtimoiy birdamlikni ham mustahkamladi. Ammo pop madaniyat bu faqatgina ommaviy madaniyat emas. U shuningdek ijtimoiy o'zgarishlarni ham aks ettiradi va unga munosabat bildiradi. Amerikada urushdan keyingi farovonlik, fuqarolik huquqlari uchun kurash va yoshlarning hukmron normalariga qarshi isyoni rock-and-roll va sitkomlar va underground komikslari orqali ifoda topdi va o'z davrining me'yorlariga qarshi chiqdi. MTV musiqa uchun vizual til qanchalik muhim bo'lishi mumkinligini namoyish qilgan bo'lsa, 2000-yillarning boshlarida internetning ommalashishi qolgan chegaralarni ham parchalab tashladi. Bugungi kunda men yaratgan videolarimni YouTube orqali ommaga namoyish qilishim uchun mendan ijodkorlikdan boshqa hech nima talab qilinmaydi. Bugun iste'molchi va ijodkor bir-biriga har doimgidan ham yaqinroq. Mana shu narsa ham pop madaniyatni ajratib turadi. U doimo harakatda, jarayonda bo'lgan madaniyatdir. Uni shakllantirishda nafaqat ijodkor, balki iste'molchi ham uzluksiz ishtirok etadi. Xo'sh, biz qanday qilib an'anaviy madaniyatdan pop madaniyat davriga kelib qoldik o'zi? Texnologik inqiloblar, ijtimoiy harakatlar, iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar. Gapiraversam, gap juda ko'p. Har bir inqilob madaniyatni erkin aylanishi uchun to'siqlarni pasaytirib bordi va madaniy hokimiyatni xalq tomoniga qaratib surdi. Ushbu jarayonlarni kuzatar ekanmiz, pop madaniyat an'anadan shunchaki bir zumda uzilib qolgan emas,
balki ko'pchilikka tegishli bo'lgan jarayon ekanligini ko'ramiz. Unda har birimizning o'z hissamiz bo'lishi mumkin. Agarda siz ham unga ta'sir o'tkazmoqchi bo'lsangiz, marhamat, eshik doimo va barcha uchun ochiq.